Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, aziz otaxonlar va onaxonlar. Bugungi videomizda siz azizlarga hayotingizdagi eng muhim va eng kutilgan yangiliklardan biri haqida batafsil ma'lumot beramiz. Endi haqiqatan ham har bir nafaqaxo'r katta pensiya olishi mumkinligi, ayniqsa, staji umuman bo'lmagan yoki yetarli bo'lmagan fuqarolarimiz uchun eng kam pensiya miqdori naqd 3 barobar oshirilgani haqida to'liq va aniq tushunchalar berib o'tamiz. Bu shunchaki bir xabar emas, balki ko'pchilikning yillar davomida qilgan orzusi, intizorlik bilan kutgan adolatli qaroridir. Tasavvur qila olasizmi? O'zingizni shuncha yillar davomida qilgan fidokorona mehnatingizga yarasha munosib haq-huquq egasi deb hisoblash, endilikda har oyda moliyaviy tashvishlarsiz, farzandlaringizga yuk bo'lmasdan, o'z ehtiyojlaringizni erkin qondira olish, nafaqat tirikchilik uchun yashash, balki hayotdan rohatlanib, o'zingiz xohlagan narsalarni sotib olish imkoniyatiga ega bo'lish. Bu endi shunchaki bir orzu emas, balki yaqin kunlarning haqiqati bo'lishi mumkin. Bugungi videoni oxirigacha ko'ring. Shunda siz bu ulkan o'zgarishlardan qanday qilib to'liq foydalanishingiz mumkinligini, o'zingizga tegishli bo'lgan munosib pensiyani qanday talab qilishni bilib olasiz. Bilasizmi, azizlar, bizning otaxon va onaxonlarimizning hayoti bu shunchaki yashab o'tilgan yillar emas, balki tarixdan saboq beruvchi, bugungi avlodga ibrat bo'luvchi qahramonlik dostonidir. Ular yoshligidan boshlab yurtimiz rivoji, oilamizning farovonligi uchun ter to'kib mehnat qilishgan. Ikkinchi jahon urushidan keyingi og'ir yillarda qishloq xo'jaligida tinimsiz ishlaganlar, shaharlarda zavod va fabrikalarni qayta qurishda jonbozlik ko'rsatganlar, mustaqilligimizning dastlabki sinovli davrlarida ham iymon va e'tiqod bilan turganlar. Har bir gishtda, har bir gektar paxta dalasida, har bir barpo etilgan binoda, har bir yaratilgan oilada ularning betakror mehnati, fidokorligi, cheksiz matonati mujassam. Ko'plab onaxonlarimiz esa o'z umrlarini uy-ro'zg'or yumushlariga, farzand tarbiyasiga bag'ishlab, oilasiga mehr berib, ularni kamolga yetkazganlar. Ular o'z uyida tunu kun tinim bilmasdan, nafaqat taom tayyorlash, balki farzandlarining tarbiyasi, ularning kelajagi, kiyim-kechagi, darslari bilan ham shug'ullanishgan, ularni haqiqiy inson qilib voyaga yetkazganlar. Ammo afsuski, tarixning ayrim sahifalarida bu ulkan, qahramonona mehnat munosib baholanmay qoldi. Ko'pchilikning rasmiy staji yetarli bo'lmagani uchun yoki o'sha davrdagi qog'ozbozliklar, byurokratik to'siqlar tufayli ular o'zlariga tegishli bo'lgan munosib pensiya miqdorini ololmay kelishdi. Ayniqsa uyda 3, 4, 5 farzandini tarbiyalab, ularni katta hayotga tayyorlagan, o'z hayotini shu oila farovonligiga, farzandlarning kelajagiga bag'ishlagan ayollarimizning mehnati ko'pincha umuman hisobga olinmagani yoki oddiy bir nafaqa bilan qoplanib kelingani achinarli holat edi. Ular balki zavodda ishlamagan, paxta terimida ko'pchilik qatori rasman qayd etilmagandir, ammo ularning uyda yaratgan osoyishtaligi, farzandlarga bergan tarbiyasi bu mamlakatning kelajagi uchun qo'shgan eng katta hissa emasmi? Bu mehnat bebahodir. Agar siz ham hayotingizda shunday adolatsizliklarga duch kelgan bo'lsangiz, yillar davomida tinimsiz mehnat qilib, vatan, oila deb yashab, lekin o'zingiz kutgandek munosib pensiya ololmagan bo'lsangiz, izohlarda o'z hikoyangizni biz bilan bo'lishing. Qaysi yillarda, qayerda ishlaganingizni, qanday qiyinchiliklarga duch kelganingizni, pensiyangiz qanchaligini, qanday qilib o'zingizni, oilangizni boqib kelganingizni yozing. Balki sizning tajribangiz bugungi kunda boshqalarga ham umid bag'ishlar, ularga yo'l ko'rsatar, kimlargadir o'z huquqlarini talab qilishga jur'at berar. Har bir izoh biz uchun qadrli va biz ularni albatta o'qiymiz. Aziz do'stlar, shuni ham alohida ta'kidlashni istardimki, pensiya qonunchiligi doimiy ravishda yangilanib, takomillashib boradi. Bu murakkab jarayon bo'lib, har bir o'zgarish fuqarolarimiz hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shunday ekan, kelgusida pensiya qonunchiligidagi har qanday muhim o'zgarishlardan, sizning foydangizga qabul qilinadigan yangi qarorlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish, o'z huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilish uchun kanalimizga obuna bo'lishni aslo unutmang. Obuna bo'lish tugmasini bosib, qo'ng'iroqcha tugmasini ham faollashtirib qo'ying. Shunda biz yangi video joylashtirganimizda sizga birinchilardan bo'lib bildirishnoma keladi. Chunki biz doimo sizning manfaat yuzasidan eng dolzarb va eng muhim yangiliklarni, huquqiy tushuntirishlarni birinchilardan bo'lib sizga yetkazamiz. Sizning har bir savolingizga javob berishga harakat qilamiz. Sizni har qanday byurokratik to'siqlardan himoya qilishga intilamiz. Bizning kanalimiz bu sizning pensiya masalalari bo'yicha ishonchli yuridik maslahatchi va himoyachinizdir.
Keling, endi bir oz orqaga qaytib, avvalgi tizimda pensiya olish qanday bo'lganini, qanday qiyinchiliklar va to'siqlar mavjud bo'lganini eslab o'taylik. Eslaylik, avvalgi pensiya tizimida pensiya olish uchun juda qat'iy va keskin talablar bor edi. Har bir kishi kamida 20 yoki 25 yil stajga ega bo'lishi kerak edi. Ayollar uchun 20 yil, erkaklar uchun 25 yil to'liq rasmiy mehnat staji talab qilinardi. Agar fuqaroning shunday staji bo'lmasa, unda pensiya miqdori juda oz, ba'zan esa umuman hech qanday pensiya berilmasdi, balki davlat tomonidan beriladigan ijtimoiy nafaqa tayinlanardi. Bu nafaqa esa ko'pincha kun kechirish uchun yetarli bo'lmasdi, hatto eng oddiy ehtiyojlarni ham qoplashga kuchi yetmasdi. Tasavvur qiling, yoshi bir joyga borib qolgan insonning kunlik noni, dorisi, kiyim-kechagi uchun ham farzandiga yoki qarindoshlariga qaram bo'lib qolishi qanchalar achinarli holat. Bu nafaqat moddiy qiyinchilik, balki ruhiy zulmat, o'z shaxsiy qadr-qimmatini yo'qotish hissi edi. Bu holat ko'plab insonlar uchun, ayniqsa qishloq joylarda yashaydiganlar, norasmiy sektorda o'z-o'zini band qilganlar, yoxud mehnat staji qaysidir sabablarga ko'ra to'liq rasmiylashtirilmaganlar uchun katta, hatto hayotiy muammo edi. Ularning yillab qilgan mehnati, o'z oilasini boqish, farzandlarni o'qitish, ularni jamiyatga foydali inson qilib voyaga yetkazish uchun sarflagan umri ko'pincha pensiya hisobida to'liq aks etmasdi. Bu ularning qadriyatlariga, jamiyatdagi o'rniga, o'z shaxsiy hurmatlariga ham ta'sir qilardi. Yillar davomida ishlab, tinimsiz mehnat qilib, qarigan chog'ida davlatdan munosib yordam ololmaslik, farzandlarning yordamiga muhtoj bo'lish, bu har bir inson uchun og'ir sinov edi. Ko'pincha kishilar o'z mehnat daftarchalarini yo'qotgan, hujjatlari tartibsiz bo'lgan yoki umuman hech qanday rasmiy stajga ega bo'lmagan. Ba'zilar esa fermer xo'jaliklarida, dehqonchilikda, xususiy tadbirkorlikda ishlasa-da, ularning mehnati rasman qayd etilmas edi. Bunday hollarda pensiya olish deyarli imkonsiz edi. Hatto bir so'm pensiya olish uchun ham minglab eshiklar taqillatilar, ko'plab to'siqlarga duch kelinardi. Natijada yoshi ulug'larimiz bir umr mehnat qilgan bo'lsalar ham, farzandlari yoki yaqinlarining moddiy yordamiga muhtoj bo'lib qolishardi. Bu esa ularning qalbida chuqur iz qoldirib, o'zini jamiyat uchun kamroq ahamiyatli his qilishlariga olib kelardi, ularni tushkunlikka tushirardi. Ko'p hollarda ijtimoiy nafaqa olgan keksalarning ahvoli ayrim holatlarda pensiya oladigan keksalarning ahvolidan tubdan farq qilardi. Oddiy kundalik ehtiyojlarni qondirish, oziq-ovqat sotib olish, dori-darmon sotib olish, kommunal to'lovlarni to'lash ham ularga og'irlik qilardi. Ular har doim biror narsadan voz kechishga, o'zlarini cheklashga majbur bo'lishardi. Bu albatta bizning hurmatli keksa avlodimiz munosib bo'lgan hayot emas edi. Bu ularning sha'niga to'g'ri kelmas edi. Lekin bugun shukrlar bo'lsinki, vaziyat tubdan, takror aytamanki, tubdan o'zgardi. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari va hukumatimiz tomonidan qabul qilingan yangi qarorlar, ayniqsa yoshi ulug'larimizning hayotini yaxshilashga, ularning qadr-qimmatini tiklashga qaratilgan sa'y-harakatlar natijasida pensiya tizimida misli ko'rilmagan, tarixiy ahamiyatga ega katta yangiliklar ro'y berdi. Endi nafaqaxo'rlarimizning hayoti ancha yengillashishi, moliyaviy ahvoli sezilarli darajada yaxshilanishi kutilmoqda. Eng muhimi, staji umuman bo'lmaganlarga ham, yana oldin umuman pensiya ololmaydigan, faqat ijtimoiy nafaqaga umid qilgan toifadagi insonlarga ham davlat tomonidan munosib ko'mak berilishi belgilandi. Bu degani endi hech bir keksa fuqaro, hech bir otaxon va onaxon e'tibordan chetda qolmaydi. Ularning hayoti davlat himoyasida bo'ladi. Ular o'zlarini jamiyatning to'laqonli va qadrli a'zosi deb his qiladilar. Bu qadam nafaqat moddiy jihatdan yordam beradi, balki jamiyatda ijtimoiy adolat tamoyillarini mustahkamlashga, har bir insonning o'z mehnati uchun munosib taqdirlanishiga bo'lgan ishonchni oshiradi. Adolatli jamiyat qurish yo'lidagi ulkan g'alabadir. Xususan, bu o'zgarishlarning eng diqqatga sazovor jihati, bu eng kam pensiya miqdori naqd 3 barobar oshirilganidir. Tasavvur qiling, avvalgi kamtarona miqdor endi 3 ga ko'paytirildi. Bu shunchaki bir raqam emas, balki ko'plab oilalarning stoliga qo'shimcha non, turli xil oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmonga pul, kiyim-kechak xarajatlari, kommunal to'lovlarni to'lash imkoniyati demakdir. Bu keksa insonlarga uyda shinam yashash, isitish, o'zlarini ehtiyojlardan cheklamasdan hayot kechirish imkoniyatini beradi. Bu o'zgarish tufayli endi eng muhtoj bo'lgan insonlar ham minimal darajada bo'lsa-da, munosib va erkin yashash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu qadam nafaqaxo'rlarimizning moddiy ahvolini yaxshilash bilan birga, ularning ruhiy holatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
Ular o'zlarini yolg'iz his qilmaydilar, davlatning, jamiyatning g'amxo'rligini his etadilar. Bu esa ularga hayotga bo'lgan ishonch va umid bag'ishlaydi, o'z qadr-qimmatini tiklashga yordam beradi. Endi ular o'z farzandlaridan pul so'rashga xijolat tortmaydilar, o'z ehtiyojlarini o'zlari qondira oladilar, hattoki nevaralariga biror shirinlik olib berishga ham imkon topa oladilar. Bu albatta mustaqil va baxtli keksalik garovidir. Ular shunday hayotga munosibdirlar. Eski tizimning qattiq qoliplaridan voz kechib, insonparvarlik va adolat tamoyillariga asoslangan yangi tizimni yaratish sari tashlangan bu qadam, shubhasiz, kelajak avlodlar uchun ham ibrat bo'ladi va yurtimizning barchaga g'amxo'rlik qiluvchi davlat ekanligini isbotlaydi. Xo'sh, bu ulkan o'zgarishlardan kimlar eng ko'p foyda ko'radi va kimlar hali ham diqqatli bo'lishlari kerak? Birinchi navbatda bu yangiliklardan eng ko'p foyda ko'radiganlar bu umuman staji bo'lmagan, yoxud staji juda kam bo'lgan fuqarolarimizdir. Oldin ular faqat ijtimoiy nafaqa olgan bo'lsa, endi ular ham eng kam pensiya miqdori oshirilgan holda munosib pensiya olish huquqiga ega bo'ladilar. Bu asosan o'z umrining asosiy qismini uy bekasi sifatida o'tkazgan, 3, 4, 5, balki undan ham ko'proq farzandni voyaga yetkazgan, oila bag'rida fidokorona mehnat qilgan onaxonlarimiz. Ularning mehnati avvalgi tizimda ko'pincha e'tibordan chetda qolar edi. Ularning qiyinchiliklari ko'zga tashlanmas edi. Endi esa ularning qadr-qimmatiga e'tirof etiladi va mehnati moddiy jihatdan baholanadi. Shuningdek, qishloq xo'jaligida norasmiy band bo'lganlar, dehqonchilik bilan shug'ullanganlar, o'z-o'zini band qilgan, mayda savdo-sotiq ishlari bilan kun kechirgan yoki qisqa muddat rasmiy ish stajiga ega bo'lib, keyin mehnat faoliyatini to'xtatgan insonlar ham bu toifaga kiradi. Misol uchun, bir necha yil korxonada ishlagan, lekin keyin salomatligi sababli ishlay olmagan yoki shaxsiy sabablarga ko'ra ishsiz qolgan fuqarolarimiz ham avvalgi tizimda pensiya olishga qiynalishgan edi. Bu o'zgarish staji yetarli bo'lmagani uchun umuman pensiya ololmayotgan, faqat davlatning bir martalik yordamlariga qarab qolgan, ba'zan esa hatto o'sha yordamlarga ham erisha olmagan kishilar uchun juda muhim yangilik. Ular endi o'zlarini himoyasiz va yolg'iz his qilmasliklari mumkin, davlatning qo'llab-quvvatlashini sezadilar. Ammo shuni ham esdan chiqarmaslik kerakki, ba'zi bir toifadagi fuqarolarimiz hali ham ma'lum bir qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Masalan, hujjatlari to'liq bo'lmaganlar, ayniqsa mehnat daftarchasini yo'qotganlar yoki eski ish joylaridan ma'lumotnomalar ololmayotganlar. Bunday holatlar haligacha ko'p uchraydi, chunki eski korxonalar yopilib ketgan, arxivlar buzilgan yoki ma'lumotlar yo'qolib ketgan bo'lishi mumkin. Yoki umuman olganda yangi qonunlarning mexanizmlarini, o'zgarishlarning tafsilotlarini to'liq tushunmaydiganlar ham bor. Ular qayerga murojaat qilishni, qanday hujjatlar tayyorlashni bilmasliklari mumkin. Ba'zan noto'g'ri maslahatlarga ham uchrab qolishadi. Aynan mana shunday vaziyatlarda bizning yuridik yordamimiz, tushuntirishlarimiz ayniqsa kerak bo'ladi. Unutmangki, har bir qonun o'zgarishi qanchalik yaxshi bo'lmasin, uni to'g'ri tushunish va undan to'g'ri foydalanish kerak. Aks holda, eng yaxshi imkoniyatlar ham qo'ldan boy berilishi mumkin. Shaxsiy harakatsizlik oqibatida o'zingizga tegishli bo'lgan imkoniyatni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun bu toifadagi fuqarolarimizga alohida e'tibor berish, ularga amaliy yordam ko'rsatish zarur. Agar siz ham shu toifaga kirsangiz yoki sizning atrofingizda shunday insonlar bo'lsa, keyingi tavsiyalarimizni diqqat bilan tinglang va ularga ham yetkazing. Aziz tomoshabinlar, sizning oilangizda yoki tanishlaringiz orasida staji yetarli bo'lmagani uchun pensiya ololmayotgan, yoxud faqat minimal ijtimoiy nafaqa bilan kun kechirayotgan insonlar bormi? Ularning vaziyati qanday edi? Ular o'z umrlarini qanday qiyinchiliklar bilan o'tkazishgan? Ularning kunlik hayotida nimalar yetishmasdi? Ular qanday orzular bilan yashashardi? Bugungi yangiliklardan ular qanday umidvor? Bu o'zgarishlar ularning hayotida qanday ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin deb o'ylaysiz? Bu mavzuda qanday savollaringiz bor? Pensiya tizimiga oid qanday takliflaringiz bor? Izohlarda o'z fikrlaringizni, savollaringizni va bu boradagi shaxsiy tajribangizni yozib qoldiring. Biz har bir izohni diqqat bilan o'qiymiz. Sizning fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Zero, sizning tajribangiz va savollaringiz boshqa fuqarolarimizga ham yo'l ko'rsatishi mumkin. Ularga o'z huquqlarini bilishga yordam berishi mumkin. Xo'sh, bu juda muhim va tarixiy yangiliklardan to'g'ri va samarali foydalanish uchun nima qilish kerak? Qanday qadamlarni tashlash lozim?
Men sizga aniq va amaliy tavsiyalar beraman. Bu tavsiyalar sizga yo'lchi yulduz bo'ladi. Birinchi navbatda sizga yaqin joylashgan pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan o'zingiz yoki yaqinlaringiz orqali murojaat qiling. Biroq murojaat qilishdan oldin barcha mavjud hujjatlaringizni, jumladan pasportingizni, mehnat daftarchangizni, agar bor bo'lsa, nikoh yoki ajrim to'g'risidagi guvohnoma, agar tegishli bo'lsa, farzandlaringizning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, harbiy bilet, agar bor bo'lsa, oliy yoki o'rta maxsus ta'lim diplomlari, agar bor bo'lsa, umuman olganda, sizning shaxsingizni tasdiqlovchi va mehnat faoliyatingizga oid bo'lishi mumkin bo'lgan barcha qog'ozlarni tayyorlab boring. Hatto eski, yaroqsiz deb o'ylagan, ba'zi joylari ochib ketgan hujjatlaringiz ham ba'zan juda muhim bo'lishi mumkin. Chunki ularda pensiya tayinlash uchun muhim ma'lumotlar saqlangan bo'lishi ehtimoli bor. Hech qanday hujjatni bekorga tashlab yubormang. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizning holatingizni batafsil ko'rib chiqishadi va sizga qanday hujjatlar kerakligini yoki qaysi toifaga kirishingizni, pensiya tayinlash uchun qanday qo'shimcha ma'lumotlar talab qilinishini tushuntirishadi. Ular sizning murojaatingiz asosida pensiyaga chiqish huquqingizni baholaydilar va sizga aniq yo'l yo'riq ko'rsatadilar. Agar sizda qandaydir ma'lumotlar yetishmayotgan bo'lsa yoki tushunmovchiliklar yuzaga kelsa, masalan, ish stajingizni tasdiqlovchi hujjatlar yo'qolgan bo'lsa yoki eski korxona yopilib ketgan bo'lsa, bu holatlar sizni qo'rqitmasligi kerak. Bunday vaziyatlarda malakali yuristga murojaat qilishdan aslo tortinmang. Bizning jamoamiz doimo sizga yordam berishga tayyor. Biz har bir individual holatni chuqur o'rganib chiqib, sizga eng to'g'ri huquqiy yo'lni ko'rsatamiz. Kerak bo'lsa, sud orqali stajni tiklashda ham yordam beramiz. Chunki sizning mehnatingiz haqiqatda mavjud bo'lgan bo'lsa, uni tiklashga har doim imkoniyat topiladi. Esingizda bo'lsin, huquqlaringizni bilish va ularni talab qilish sizning fuqarolik vazifangizdir. Hech qachon kechikdim deb o'ylamang. Har doim harakat qilishga, o'z haqqini talab qilishga arziydi. Zero bu pensiya, bu sizning butun umr qilgan mehnatingizning, fidokorligingizning mevasidir. Bu sizning shaxsiy boyligingizdir. Yangi tizim imkoniyatlaridan foydalanish uchun harakatni hozirning o'zida boshlash juda muhim. Agar har bir fuqaro o'zini o'zi band qilgan bo'lsa, u ham pensiya jamg'armasiga muntazam ravishda to'lovlarni amalga oshirib, kelajakda munosib pensiya olish huquqini ta'minlashi mumkin. Hozirda bu borada ham yangi va qulay mexanizmlar joriy etilmoqda. Bu haqda biz kelgusi videolarimizda batafsil to'xtalamiz. Shuni ham aytish kerakki, hujjatlarni yigish va rasmiylashtirish jarayoni biroz vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun sabrli bo'ling va barcha ko'rsatmalarga amal qiling. Agar qiyinchilikka duch kelsangiz, albatta yuristlarimizdan maslahat olishdan cho'chimang. Bizning eshigimiz siz uchun doimo ochiq. Xulosa qilib aytganda, aziz tomoshabinlar, bugungi kunda pensiya tizimidagi joriy etilgan yangiliklar haqiqatan ham tarixiy ahamiyatga ega. Ayniqsa, umuman staji bo'lmaganlarga ham pensiya olish imkoniyati berilishi va eng kam pensiya miqdorining naqd 3 barobar oshirilishi bu mamlakatimizda ijtimoiy adolat tamoyillarining ustuvorligidan, har bir insonning qadr-qimmatiga bo'lgan hurmatdan dalolat beradi. Bu qadam nafaqat keksa avlodimizning moddiy ahvolini yaxshilaydi, balki ularga tinch va farovon keksalikni ta'minlashga zamin yaratadi, ularga o'ziga bo'lgan ishonchni qaytaradi. Endi siz ham moliyaviy barqarorlikka erishish, o'zingizni erkin va mustaqil his qilish, o'z hayotiy ehtiyojlaringizni erkin qondirish imkoniyatiga egasiz. Sizning yillar davomida qilgan mashaqqatli mehnatingiz endi munosib baholanadi, davlat tomonidan e'tirof etiladi. Xo'sh, sizningcha ushbu o'zgarishlar sizning, oilangizning, yaqinlaringizning hayotini qanchalik o'zgartiradi? Endi siz ham haqiqatdan ham katta pensiya olishga, o'zingizga tegishli bo'lgan munosib hayotni yashashga to'liq tayyormisiz? Buning uchun harakat qilishga bormisiz? Javobingizni izohlarda o'z tajribangiz va fikrlaringiz bilan kutib qolamiz. Bizning kanalimizni kuzatishda davom eting. O'z huquqlaringizni biling va doimo himoya qiling.